o'quvchilar, hozir qanday dars ekan? O'qib darsi ekan. Qani endi hammamiz o'rnimizdan turib, hop, bugungi darsimizni chiroyli kayfiyatda boshlaymiz. Ham chiqdi. Hozir qaysi dars ekan? O'qish darsi ekan. Qani o'quvchilar kim aytadi? Refleksiya nima? Eslash. O'tgan mavzuni eslash. Qani o'tgan mavzumizda kim aytadi? Hammadan kuchli. Judayam yaxshi. Hammadan kuchli mavzusi bilan she'ri bilan tanishgan edik. Qani kim yodlay oladi? Qani Nafisa qizim? Erta tongda Karimjon turib har kuni to'yib deydi kunlar aslini erimasdan yugurar kunlardan osha quyosh tushman qishlog'in qilib tomosha har ertaga chiqib birlikka. Judayam yaxshi. Ana endi yana dars davomida so'rab boraman. Hop, kim aytadi? Sleeping nima? Hayotda sleeping degani qani bittasi javob beradi. Judayam yaxshi. Qani 5 qatorni birinchi qatorida nima yoziladi? Hop. Birinchi qatorda bitta mavzuga mos yoziladi. Judayam yaxshi. Ikkinchi qatorida nima yoziladi? Ikkinchi qatorida ikkita so'z yoziladi. Judayam yaxshi. Uchinchi qatorida nima yoziladi? Umidxon. Uchinchi qatorda otga mol uchdan so'z yoziladi. Judayam yaxshi. To'rtinchi qatorda nima yoziladi? To'rtinchi qatorda mavzuga mos bitta gap yoziladi. Judayam yaxshi. Bitta gap yozilar ekan. Beshinchi qatorida esa judayam yaxshi. Bitta so'z yoziladi. Ana endi hozir sizlarni ikki guruhga bo'lganmiz. Sog'lik guruhi, tozalik guruhi. Ana endi o'tgan mavzumizni mustahkamlash uchun sinflik metodidan foydalanib, o'tgan mavzumizni yozib mustahkamlab berasiz. Hop, sog'lik qatoriga mana Umidxonga beramiz, tozalik qatorida. Hop. Bo'lgan o'quvchilar dastiga chiqib gapirib beradi. Mana sog'lik guruhi bo'ldimi? Qarsak. Judayam yaxshi. To'g'ri qani qarsak. Umidxon o'tiradi. Hop, qani sevarasiz. Ikkinchisi. Judayam yaxshi. Qani qarsaklaringiz. O'tirib olamiz. Dars paytida judayam yaxshi o'qishimiz kerak. Hammadan kuchli bo'lish uchun to'g'ri ovqatlanish kerak. Sizlarga kichkinagina bir matn eshittiraman. Shoya eshitasiz. Nima haqida ekanligini menga aytib berasiz. Tayyormisiz? Hozir sizlarga tishlar orasidagi mikroblarni qanday qilib uy sharoitida o'ldiramiz va uy sharoitida tishimizni erta to'plashdan qanday qilib saqlashimiz kerak haqida qisqacha ma'lumot beraman. Uning uchun bizga oddiy
oddiy dengiz tuzi kerak bo'ladi. Dengiz tuzi hamma do'konlarda topiladi va arzon turadi. Birinchi o'rinda tish cho'tkasini qanaqasini ishlatishimiz kerak, buni bilib olishimiz kerak bo'ladi. Men Colgate ishlataman. Colgate yumshoq, tishimizni qaratmaydi. Ana, kim aytadi? Nima haqida eshitdingiz? Parvarishlash haqida ekan. Demak, o'quvchilar, bugungi mavzumiz tishni parvarishlash. Qani, daftaringizni ochib, bugungi sanani yozasiz. 2-fevral. Bundan yaxshi o'tirib olamiz. Yozingga. Ana, demak, bugungi mavzumiz tishni parvarishlash ekan. Demak, tishni toza parvarishlab, yaxshi tutishimiz kerak ekan. Chunki nima qilar ekan? Shuning uchun toza har doim yuvib yurishimiz kerak ekan. Demak, tishni bir kunda necha mahal yuvamiz? 2 mahal. Ertalab va kechda yuvishimiz kerak ekan. Agar tishni toza tutmasak, tishimizni orasiga ovqat qoldiqlari kirib, asta-sekin nima qilishni boshlaydi? Qurtlashni boshlar ekan. Ustidagi emallari ko'chib, teshikcha paydo bo'lar ekan. Ana undan keyin tishimizni shifokor nazoratiga borib, davolatishimizga to'g'ri kelar ekan. Shuning uchun toza tutishimiz kerak ekan. Tushunarli bo'ldimi? Judayam yaxshi. Hozir endi kitob bilan ishlaymiz. Kitobni oching. Tishni parvarishlash. Ovozini chiqar. Judayam yaxshi. Ikkinchi gapini Umid xonim qo'ydi. Judayam yaxshi. Kichkinagina kitobinglarda bir qator ko'rib chiqasiz. Uyquga yotishdan oldin tishni yuvish ayniqsa. Qolgani yozilmagan. Qolganini kitobdan topib, nuqtalar o'rniga siz nima qilasiz? Yozasiz. Qani Abdulloh tayyor ekan, o'qchi. Uyquga yotishdan oldin tishni yuvish ayniqsa muhim. Judayam yaxshi. Qaysi so'z qo'ysin? Muhim degan Davlatbek. Uyqudan yotishdan oldin tishni yuvish ayniqsa muhim. Judayam yaxshi. Ana endi biz bir oz dam olishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Qo'llarimizni, miyalarimizni nima qilishimiz kerak? Dam oldirib olishimiz kerak ekan. Hozir hamma chiqarib o'tirib oladi. Men sizlarni oldinglarga kichkinagina nima qo'yganman? Varaqlar, qog'oz qo'yganman. Shuni oldingizga qo'yib olasiz. Qo'lingizga ruchkani ushlaysiz. Vaqtingiz muzikaga chegaralangan. Ko'zingizni yumib, nima haqida gaplashyapmiz ko'proq? Tish haqida. Tishni nimada yuvish kerak? Siz ko'zingizni yumib, menga tish cho'tkasi rasmini chizib berishingiz kerak. Muzika. Boshlang.
Ziyoda qizimiz rassom qiz mana judayam yaxshi tish cho'tkasini o'xshata olibdi. Abdurahim yaxshi. Tish cho'tkada tishimizni tozalab yuvib yurishimiz kerak. Esingizda qolish uchun. Hop, parchalanib degani nima tushunasiz? Tishlar sinib ketgan. Parcha kichkina bu mayda bu parchalanib ketganini tushunib, ekansiz sizga yoqdimi? Yaxshi, yoqqan bo'lsa judayam men ham xursandman. Ana endi darsimizda aktiv qatnashgan o'quvchilarimizga sariq stiker bilan baholar chiqaman. Hop, Ziyoda qizimiz aktiv. Hop, kimga tozalik sekin ish qo'yamiz. Hurmatli o'quvchilar, demak, bugungi darsimiz shuning bilan o'z nihoyasiga yetdi. Hop, endi kelasini parvarishlash mavzusini o'qib, so'zlab kelasiz.